Amerika xizmat siyosatini yana kuchaytirdi. Trump hukumati seshanba kuni amerikaliklarning xizmat fursati va o'rinlarini qo'g'dash uchun ko'chman bo'lmagan xizmat viza tarqatishni qattiq cheklaydiganligini e'lon qildi. Amerika Emgak Ministerligi va Davlat bexatarlik Ministerligi 6-sentabrda yangi xizmat viza siyosatini e'lon qilib, xizmat viza iltimos qiluvchilarning maosh talabi ko'rinarli o'stirilib, iltimos qiluvchilarning o'qish salohiyati doirasini tuvallatgan. Bu tadbir viza iltimos qiluvchilarning qiyinlik darajasini texim oshirgan. Mo'ljallanishcha, hozir xizmat vizasi bor bo'lganlarning 3dan biri yangi o'lchamga to'shmaydi ekan. Amerika Emgak Ministerligi yangi siyosatning faqat amerikalik ishchilarning ishga o'rilish fursatini qo'g'dash ekanligini ta'kidladi. Bu viza Amerikaning ko'chman bo'lmagan chet ellik ixtisosliklarga ta'minlangan xizmat vizasi bo'lib, har yili 85 ming tarqatildi ekan. Kuchga ega muddati 3 yil. Cho'qim odam ishlatgich o'rin iltimos qilish kerak ekan. Amerikaning bunday vizasini qo'llanuvchilarining 4dan 3 qismi fan texnik sohasida ishlaydi ekan.